Mana azizlar, biz hozir joda yasadik. Mana bu yerda kir mashina ham tuzatyapmiz. Kir mashinalar ham mana zapchastlari kelgan. Mana bu yerda nasosi erib ketgan ekan. Reduktor ishdan chiqqan ekan. Keyin kondensator, remen yirtilgan. Mana yangi zapchaslar keldi. Ularni qo'yamiz. Mana remeni mana bunday holatda bo'lib qolgan ekan. Mana yirtilib yangi remen olib kelindi. Buni ham hali tuzatamiz. Endi hozirgina yasab tugatgan, bitirgan mana bu jodimizni sinab ko'ramiz. Hozir presga olib borib, pres qirqib ko'ramiz. Mana endi o't qirqishini sinab ko'ramiz. Presdan olingan o't qanchalik yaxshi kesadi, qanchalik yo'q. O'ta yumshoq, o'ta tekis va chiroyli holatda kesyapti. Yo'q, kesish ham bor. Mana haqiqiy qo'l bola qilib yasaldi bu. Mana shunday holatda kesib ketilaveradi. Ixchamgina qo'yib olib joda bo'ladi. Qo'ylari borlar. Qirqaverasizlar.